Aka mana preparatorimiz burildi. Aka nimaga ishlatdilar? Televizor qo'ya turdi aka. Yo'q, televizor qo'yishga qo'shin devorga ham o'tib ketdi aka, qo'sh tarafga. Teshib qo'ydik, teshib qo'yganmiz, amatorimiz. Azlashmang. Ya, men nima qo'ya turdi, qayrilib ketdi, burti qilib qo'ygan aka. Burda yaxshi tomapti aka, mana qarang, 4 talikda mana bu. Shuni 2 talikdan olsangiz yaxshi chiqibdi. Bu ko'tpacha o'qitibdi hamma burda. Bilmadik aka, mana qilib qo'ygan chiqmayapti. Voy chiqaramiz-da mana aka endi. Aka, qilibsiz. Patologga chekibdi-ku bu. Patologiyangizni ham teshib qo'ymas yana. Akalar, qaranglar, o'tishga perforator qanday ish qilyapti. Kimda shunaqa perforator bo'layotgan bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar, akalar. Aka, uni ushlab turing shunday. Xudo tushirdi. Yo'q-da, shu rezinkasi xalaq beryapti-da. Voy. Voy. Tayyor bo'ldimi aka perforator? Tayyor aka, buni salondan qilinglar, kichikroq ishlatinglar, burda. Vobshe katta ishlatib o'rganyapmiz aka, necha pul bo'ldi? 200 ming so'm bering bular. Laq beravering. Mayli, charchamang aka, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ha.